O'g'lim, yaxshi o'qi. Katta bo'lganingda yaxshi imkon berasan. Dada, shashligim kelyapti. O'g'lim, o'yligim bo'lay. Albatta olib beraman o'sha shashlikni. Yo'q, dada, hozir kelyapti. Go'shtni nima qildinglar? 2 kun bo'ldi zakaz qilganimga. Keladimi yo'qmi? Bu yerda yig'ishtiringlar. Olib keling. Menga o'xshab borayapsan kun o'tgan sari muhimmas endi bilganimni ko'rganlarim sengacha Aka turing, hamma gaplaringizni eshitdim. Ichlikda o'tirib turadi. Ichkariga kiring. Yo'q aka, shart emas. O, ikkisi tasdiq qo'y. hayotni mazmuni qani Akajon, rahmat. Lekin shu o'g'limga bir siqqina bo'lsa bo'ldi aka, yetadi aka. Yo'q, aka, xijolat bo'lmang, chin yurakdan. Ketdik. Mana aka, yoqimli ishtaqa. hayotimni ikkiga bo'lib sengacha o'zi bo'lgan Qani o'g'lim, ol. Bismillah. juda qisqa vaqt ichida o'rganib qolib ishda yurib eslab kulishimga sabab gaplaringga qo'shilaman tushunmasinman sen sababli kecha Rahmat dada. sababsan aqlni bo'laga sevilar Rahmat akajon katta. Bu yaxshiligingizni unutmayman. Mana buni ham oling, uyga yangamlarga ayting. Yo'q aka, xijolat qilmang. Oling aka, oling. O'g'lim, Mana jiyan. unanga aytasan. Rahmat aka, katta sog' bo'ling aka. Ishlaringizga omad aka. Kelib turinglar, yaqinlashda. O'g'iltoy. Abi yetti boki uddaladik. Endi boki ujunni borku, sharsharadan qilamiz o'g'iltoy. Ketdik.